Assalomu alaykum. Men Jonibek Sherali Zafarovich, Jizzax viloyati Do'stlik tuman Madad nodavlat notijorat tashkilotining bosh mutaxassisiman. Bizning vazifamiz aholiga bepul birlamchi yuridik yordam ko'rsatish. 2024-yil may oyida qabul qilingan Prezidentimiz 80-sonli farmonlariga asosan adliya xodimlari bilan hamkorligida mahalla chiqib aholilarga tekindan yuridik yordam ko'rsatyapmiz va bundan tashqari sudlarga da'vo arizalar yozib berib kelmoqdamiz. Men Jo'rayev Qodir Xolmirzayevich Mirzacho'l tumanidan keldim. Men 2-guruh nogironiman. Menga Do'stlik tumani Madadga murojaat qilib keldim. Menga amaliy yordam ko'rsatildi. Ariza yer masalasi bo'yicha da'vo ariza yozib berdi. Hammasi bepul huquqiy yordam ko'rsatildi. Assalomu alaykum. Mana bugun men shu Madad nimasiga kelgan ekanman. Eng avvalambor yolg'iz onaman. Bitta nevaram bilan yolg'iz yashayman. Buning uchun kelajakda bizlarga yordam berayotgan Madaddagi Sherali ukamga katta rahmat aytaman. Men mana shu yerga kelib murojaat qildim va menga da'vo arizasini yozib berdi. Da'vo arizam albatta sudda ijobiy hal bo'ldi.